Qur'oni Karimda demak Alloh taolo o'shada aytadiki, farishtalarga aytadi, sizlar o'sha odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar degan ma'noda nima keladi-ku, masalan, buyruq Mhm. beradi Alloh taolo va farishtalarning hammasi Odam alayhissalomga sajda qiladi, bittagina shayton sajda qilmaydi deydi-da. Mhm. Endi o'sha yerda bitta endi aslida buni nimasi sharhi juda ko'p bo'lsa kerak, ya'ni nima uchun sajda qilishni Alloh taoloning o'zi buyurgani yoki bo'lmasam boshqa nimalar haqida o'zimni, ya'ni o'qib o'zimcha qilgan fikrlarimdan bitta shu xulosa shuki, insonga Alloh taolo o'shanda masalan narsalarni nomini o'rgatadi-da, ya'ni bu narsa bu narsa bu deb turib, ya'ni ilm beradi. Mhm. O'sha Mhm. ilmgina insonni farishtalardan-da yuqori nimaga olib chiqadi, darajaga. Tushunyapsizmi? Ha. Ya'ni Odam alayhissalomning darajasi o'sha ilmi bo'lgani uchun, ya'ni o'sha ilmni Alloh taolo o'zidan olib turib, o'rganib, farishtalardan-da ilmi yuqori bo'lganligi uchun uning Odam alayhissalom darajasi ulardan-da yuqoriroq bo'ladi va o'sha ilmgina insonni yuqori martabalarga ko'taradi. Xuddi shunday, hozirgi masalan kinodagi masalan ko'radigan bo'lsak, o'sha inson ilmi bilangina o'shanaqa uzoq sayyoralarga, o'shanaqa uzoq joylarga yetib bordi-da. Ya'ni faqatgina ilm uni yuksaltirib o'sha joyga yetkazib bordi. Ilm bo'lmaganda u faqatgina o'sha o'zini yerida, ya'ni o'zi xarob qilgan yerda yashab qolib ketgan bo'lardi-da, ya'ni o'lib ketgan bo'lardi.